mavzuyimiz bu reported speech. Grammar qismi unaqa uzun bo'lmaydi. Asosiy kerak bo'ladigan joylarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda ikkita speech turi bor. Direct speech va reported speech. Direct speech bu palonchi aytdi deb turib, uni gapini to'g'ridan to'g'ri aytsak, o'sha vaqtda direct speechni ishlatamiz va buni biz bilamiz. Mana bular direct speech hisoblanadi. Misol, I need a clean room degan so'zimiz direct speech hisoblanadi. Endi uni men kimdir nima deganini o'zimga o'zlashtirib turib, "Men naqa dedi" deb aytmoqchi bo'lsam, mana men bu usul bilan aytishim kerak ekan. Ya'ni reported speech bilan, ya'ni uni report qilib aytib berar ekanman. Xo'p, misollariga ko'rib chiqamiz. Reported speech bilan direct speechni to'g'ridan to'g'ri qoidalariga o'tishdan oldin. Xo'p, misol uchun receptionist aytishi mumkin. Breakfast starts at 7. Endi men uni o'zimga o'zlashtirdim va aytmoqman. The receptionist said that breakfast starts at 7. Yokida manager aytyapti, your room is ready. Endi buni you, ya'ni men aytadigan bo'lsam, the manager said that my room was ready deb ishlatishim mumkin ekan. Yokida I need a clean room degan so'zni the guest said that he needed a clean room tarzida ishlatib ketishim mumkin ekan. Endi bundan ma'lumki, reported speechni qanaqa holatda ishlatar ekanman. Birinchi o'rinda o'zgartirishim kerak bo'lgan narsa odamni, personni qo'yishim kerak bo'lar ekan. Misol uchun, deylik, mana men bu yerda kim aytyapti u gapni? Receptionist aytyapti. Demak, xuddi shu receptionist degan so'zni bu yerga qaytardim, receptionist qilib. Demak, personni qo'ydim birinchi o'rinda, ya'ni personni men pronounlari bilan o'zgartiraman. O'sha I, you, we, they, he, she, itlar yoki gapda direct speechda qanaqa noun bilan, ya'ni ot bilan berilgan bo'lsa, o'shanga o'zgartirishim kerak. Ikkinchi o'zgartirishim kerak bo'lgan qoida bu said that degan so'zni qo'shar ekanman. Said that yoki told me to do nimadir deb ishlatishim mumkin. Va uchinchisi tense ni ya'ni zamonni o'zgartirayotganda bitta zamon orqaga qaytar ekan. Bitta zamon orqaga. Demak, asosiy o'sha reported speechga o'zgartirayotgan vaqtda ishlatishimiz kerak bo'lgan, qo'llashimiz kerak bo'lgan 3 ta qoidasi mana shu. Misol uchun, men bitta keltiryapti. Person deyapti, said that yoki told me that yoki person asked if degan ma'noda keldi. Xo'p, misollarni bu yerda ko'rib chiqdik. Endi boshqacha misol tuzadigan bo'lsak, deylik, doctor said reported direct speechda. Doctor said that you should sleep earlier than yoki mayli should bilan demaymiz, hozircha tense orqaga qaytarish uchun you have to sleep earlier deb aytyapti. Endi xuddi shuni men direct, ya'ni reported speechga o'zgartiradigan bo'lsam, aytaman. Doctor said that you'ni kim, ya'ni qo'sh tirnoq ichida you turibdi. Kimga aytyapti u narsani? Menga aytyapti. Demak, I have to o'tgan zamonda nima bo'ladi? Ya'ni verb to ga o'zgartiradigan bo'lsak, I have o'tgan zamonda hasmi? Yo'q, have ni o'zi qanaqa o'zgaradi? Have bu o'zi had bo'lamidi? Yes, I had to sleep earlier bo'lar ekan. Yokida bo'lmasam, kunlik hayotimizdan kimdir bizga nima deyishi mumkin? Har xil endi bu examplelar ko'p, lekin men bitta savolim bor-da mana shu yerda. Qarang, person masalan menejermi, ghostmi yo receptionmi oldiga hammasidagi z qo'yilyapti-da. Endi bitta savol, bu yerda odamni ismi bo'lsa-chi, men maybe tam Kevin said that bo'lsa the Kevin bo'ladi-da. Yo'q, the Kevin bo'lmaydi. Ismlarga chiqarmaymiz. Bu yerda просто yes. Ismlarga chiqarilmaydi. Bu yerda qanaqadir kasblar yoki umuman ismsiz bo'lgan boshqa noun yoki noun keladigan bo'lsa, zayni chiqarishimiz sababi biz tepada direct speechda mana bu yerda aytib ketdik. Guest.
Biza endi the artiklini qoidalari bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, uni bitta qoidasidan biri bu oldin aytilgan narsa uchun o'shani qaytarib aytish uchun biza theni qo'yamiz. Misol boshida a cook deb aytadigan bo'lsak, ya'ni pishiruvchi, oshpaz yoki a doctor deb men gapni boshida qo'lladim. A doctor dedim. Endi xuddi shu narsani misol uchun my dad is a doctor bo'ldi. Doktor aytib oldim. Tanishtirdim odamning kimligini. Endi undan keyin doktorlar asosan nima ish qilishini aytmoqchi bo'lsam, the doctors mostly do deb keyin davom etib ketar ekanman. Ya'ni xuddi shunaqa holatda уже bitta narsani tanishtirib bo'lib, undan keyin yana shu narsa haqida davom ettirmoqchi bo'lsangiz gapingizni theni qo'yasiz. Asosiy shu qoida uchun ketyapti. No, bu yerda unaqa the ham katta rol o'ynamaydi, farqi yo'q uni. Reported işte. Okay, so keyingi gapimizni misol o'zgartiradigan bo'lsak, olaylik, aytishimiz mumkin, deylik I don't like this film. He said. Yokida ism qo'yadigan bo'lsak, bu yerda Kevin said. Buni qanaqa o'zgartiramiz? Kevin said that he doesn't like film. He doesn't. Endi qanaqa o'zgartiraman? Don't o'tgan zamoni. Didn't. Yes, he didn't like He didn't like film, yes. Yes. Yokida bo'lmasam, my parents are arriving tomorrow. Said. Misol Kamala said. Kamala said that my parents arrived tomorrow. Arrived tomorrow. So Kamala said id qo'shiladimi? Arrived. Yo'q, hozir buni zamonlarini ko'rib chiqamiz, qaysi zamon qanaqa o'zgarishiga. Xo'p, bu yerda Kamala Saidni to'g'ri qo'ydik, Zatni to'g'ri qo'ydik. Endi Kamolani aytgan gapini men o'zimga o'zlashtirib olaman. Misol, meni ota-onalarim kelyapti deb Kamola aytdi deb tarjima qildik. Endi buni reportedga o'zgartiradigan bo'lsak, Kamola ota-onasi kelayotganligini aytdi. Ya'ni bu my parents kimning ota-onasi? Kamolaniki. O'shaning uchun my degan pronounni your parents qilib. Men noto'g'ri tushunman. Her parents arrived tomorrow. Arrived. Endi bu yerda bizda were arriving bo'ladi. Sababi hozir table qilaman, shunda yaxshilab ko'rib chiqamiz. Just a second. So demak, bizda olaylik. Reported speechda, ya'ni direct speechdagi tenselar va reported speechdagi tenselar. Reported speech. Xo'p, direct speechimizda agar zamonimiz bizda past, to'g'ri, presentdan boshlay qolamiz. Present simple da bo'ladigan bo'lsa, uni biza reported speechda past simple ga o'tkazamiz. Chunki biz bilamiz, present zamoniki past bo'ladi, o'tgan zamoni. Ya'ni bitta zamon orqaga qaytadigan bo'lsak. So, yokida bo'lmasam, endi present continuous zamoni keladigan bo'lsa, men buni past continuous ga o'zgartirishim kerak. Xo'p, keyingisi, misol future simple keladigan bo'lsa, buni past simple ga yana o'zgartiraman, chunki future'ga o'tgan zamoni past bo'lib kelyapti. Xo'p, keyingisi. Keyingi zamonimiz misol bizga kelishi mumkin. Past simple ni o'zicha uni qanaqa o'zgartiramiz? Qaysi zamonga o'zgartiramiz deydigan bo'lsak, bu past perfect ga o'zgarar ekan. Chunki biz past perfect qoidasidan ko'rib chiqqan edik. Past perfect bu o'tgan zamondan oldin bo'lgan zamon deb aytsak bo'lar edi.
Endi buni misollari bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak har bitta zamonni. Present simple